Hammaga salom qizlar. Bugun men sizlarga qisqacha bir kunim haqida tanishtirib o'taman. Ya'ni kunim ichidagi reklama. Qani ketdik. Hammaga ma'lum, men shaharning chetrog'iga kelin bo'lib tushganman. Har kuni qatnab kelishim uchun, ya'ni sentrga borishim uchun menga ko'proq pul va ko'proq vaqt kerak bo'ladi. Shuni inobatga olgan holda hammaning vaqtini tejash va cho'ntagidagi summalarni tejash maqsadida men sizlarga bir ajoyib taksi kompaniyasini maslahat berib o'taman. Megago приложениесі bo'yicha aniq va to'liq ma'lumot olish uchun shu yerdagi qizlardan yanına bordim. Ular menga ro'yxatdan o'tkazib, hamma narsani tushuntirib berdi. Ro'yxatdan o'tgandan keyin menga bonus tushdi. Aytmoqchi, agar siz ham ro'yxatdan o'tib приложениеdan taksi chaqirsangiz, sizga ham bonus beriladi. Keling, men sizlarga endi Megago ilovasi ichidagi tariflar bilan tanishtirib o'tsam. Ekonom klass bor, Damas bor, Komfort bor, keyin biznes klass bor. Men birinchi bo'lib ekonom klassdan foydalanib ko'rdim va menga bu ekonom klassning xizmat narxi ham, xizmati ham juda ham yoqdi. Albatta, ekonom klassdagi fikrim yana 5 yulduzchalik bo'ldi. Undan keyin agar siz ko'p bolali oila bo'lsangiz yoki ko'pchilik bo'lsangiz, men sizga Damas degan bo'limda tanlashni maslahat beraman. Narxi ham o'ta qulay, yana tez keladi. Keyin o'zimni sevib, qadrlagan odam sifatimda biznes klass chaqirib ko'rdim. Вообще mashina gap yo'q, xizmatga gap yo'q, haqiqatan zo'r ekan. Biznes klassga mahliyo bo'lib, komfort mashina chaqirish esimdan chiqib ketdi. Qana bir uni ham sinab ko'ring deb, komfort mashina chaqirib ko'rdim. Haqiqatan xizmati zo'r ekan. Sizlarga ham maslahat beraman. Komfort bilan ekonom narxi bir xil ekan. Shunga ham bir e'tibor etib qo'yinglar. U taksini chaqirib ko'rdim, bu taksini chaqirib ko'rdim, lekin menga ekonom klass udobniy. Sizlarga ham ekonom klassda yurishni maslahat beraman. Shu bilan uyima tez va ishonchli tarzda yetib bordim.